Assalomu alaykum hammaga. Kelin navkar shouga xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bu ko'ngilochar ko'rsatuv, negativ gapirsanglar ham mayli, xohlasanglar gapiringlar, bizning kayfiyatimiz baribir tushmayapti. Biz xursandmiz sizlarni ko'rib turganimizdan. Bugun bizning chiroyli krasavitsa qizimiz bor, Shahrizoda degan. O'sha qizimizga 7 ta kandidat chiqdi. Zo'r, zabardast, baquvvat yigitlar kelishgan. O'shalar orasidan bitta munosibini Shahrizodaga tanlaymiz. Agar Shahrizoda ham o'sha tanlagan yigitimiz ham xohlashsa, ikkalalarini uchrashuvlarini bitta joyda belgilaymiz va uchrashuv pulini biz to'lab beramiz. Birga o'tiramiz, yo'q unaqa emas. Yo'q, birga o'tirmaymiz. Uzoqda, ikkita stol narida. Sevara opa bilan tanishtirsak, sizlar o'zingizlar juda ham kommentariyada yozgansizlar, tajribaliroq odam kerak. Kimsizlar o'zi, turmushga chiqmagansizlar hali deganinglar uchun mana biz professional turmushga chiqqan 3 ta bolali ona, 3 ta qiz uzatgan, 2 ta o'g'il uylantirgan. Yo'q, endi xudo xohlasa. Endi xudo xohlasa. Shunaqa bo'ladi baribir. Misol bizdan o'tsa bu hayot yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki bizdaqa yomon odam yo'q dunyoda hozir. Ular uchun. Men ham turmush chiqmagan bo'lsam ham 3 ta kelin tushirganman. Xullas, bugun bitta chiroyli qiz tashrif buyurgan, hali to'liq ma'lumotga men ham ega emasman. Taklif qilamiz. Shahrizoda Ikromova, marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, Shahrizoda, yaxshimisiz? Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Assalomu alaykum. Qizil kiyinib kelibsiz, yomonsiz siz ham. Uchrashuvga birato'la tayyorlanib keling. Ha. Vobshe chiroyli ekansiz. Rahmat. Bugun kelininglar vobshe Chiroylimi kelin? chertib tanlash kerak. Bolalar ham zo'r bolalar kelgan. Ko'ramiz. Ko'ramiz degandek. O'zingizni tanishtiring, Shahrizoda azizga. Hammaga assalomu alaykum yana bir marta. Ismim Shahrizoda, yoshim 22 da. Kasbim jurnalist, teleboshlovchiman. Ijtimoiy tarmoqda she'riyat bo'yicha blog yuritaman. Ma'lumotim tugallanmagan oliy. O'qiyapsiz demak. Bakalavrda o'qiyman. Yaxshi. Zo'r. Ko'rdinglarmi? O'qimishli. Demak, sizga ham o'qimishli kuyov kerak. Конечно. O'zingizni qanaqadir tasavvuringizdami nima bo'ladi-yu, baribir bunaqa bo'lsin degan kelajakdagi turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lsin? Menda sal boshqacharoq. Oyijon menga ozgina negativ bildiradilar bu fikrimga. Nimaga o'qiyapsan unda deydilar. Men xohlayman, hozir o'qiyapman, to'g'ri, lekin ertadan keyin ishlash uchun, ertalabda qanaqadir turib oilamga e'tibor qaratmasdan ishga shoshilish uchun emas, shunchaki o'zim uchun bu hayotda nimalarga erisha olaman, shuning uchun men turmush o'rtog'im albatta, конечно, o'qigan, oliy ma'lumotli, tarbiyaviy oiladan kelib chiqqan, tarbiyasiga ahamiyat beraman juda ham va mehnatsevar. O'zbekcha qilib aytganda, pul yurib pul chiqaradigan bo'lsin. Siz uyda yotib, yeb yotsangiz bo'ladi. Men prosta Ishlash niyatingiz yo'q. Yashay. Agarda mendan yordam kerak bo'lsa, men jonim bilan yordam beraman, chunki o'qiganman. Hozir ishlayapman, pul topaman hozir ham. Keyinchalik ozgina qiynalib qolsa, agar mendan yordam kerak bo'lsa, ishlayman bemalol, yotmayman, lekin uyda ayol bo'lib, bolalarimga yaxshi tarbiya berib, ota-onasining xizmatini qilib, ayol bo'lib yashaganim yaxshi men uchun. Bu juda zo'r. Bunaqa qizni hozir kam. Hamma ishlayman, karyera qilaman. Bekor aytib qo'ydingiz-da, hozir biz ishlamoqchi bo'lsa-chi degan savollar berib qiynaman. Kaprizlarim bor orasida, boshqa standartlar. Endi boqa olaysanmi deb qiynaymiz-da. Oyliging qancha deb. Qancha nima qilasan o'zi hayotda deb. Lekin mana siz qiz bolani Alfons ekansizda, buni olib qaragan. Shunaqaroq. Yaxshi, bo'lmasa nima qilamiz? Birinchi ishtirokchini taklif qilamiz. Voy, men yaxshi ko'rgan daqiqalar. Shunday mazza qilaman-da. Qani, Maftunaxon, chaqiring. Xo'p, birinchi ishtirokchimiz, tayyor bo'lsangiz chaqiramiz. Umurzoqov Xurshid, marhamat. Bu shouda 7 ta bola bitta qiz bilan uchrashishga harakat qilib ko'rishadi. Bizning 3 ta kelin navkarlarimiz esa 6 ta bolani chiqarib yuborishadi. Unutmang, kelin navkarlar juda ham shafqatsiz bo'lishadi. Oxirida esa qiz va bola uchrashuvga chiqishga rozi bo'lishsa, birinchi uchrashuvni pulini to'lab beramiz. Assalomu alaykum. Imoni? Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Nima bo'lyapti bu yerda? Bilmasam. O'zingiz tanishingizmi?
Yo'q, biza просто nima, qayerdan oldingiz? Bitta komandami, nima bu? Ha, men bildim. Sizlar ikkita olgansizlar, shuni bildirish uchun siz ham bugun kiyib keldingiz. Shu ko'chada Imonankin kiyib yuribdi demasliklari uchun. Hamma shunaqa bo'la qolsin. Bo'pti. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Voy, biz nima ekanmiz-ku? Zimlak. Xuddi shunday. Navoiy. Zo'r Navoiydan ekanlar. Juda ham talantli insonlar ko'p chiqadi. Siz nima talantingiz bor? Shu talant ko'p, qaysi birini aytayin? Raqs. Erkak kishi o'ynamaydi. Yo'q, Navoiyda raqs rivojlangan-ku, yevropeyskiy raqsda-ku. Reperlar bo'lsa kerak. Shunaqa yo'qmi? Mayli. Men bu savolga menga javob bering. Nima sababdan turmush qurmoqchisiz desa, yashash uchun yashamayapsizmi? Yana ham baxtliroq yashash uchun-da. Ha, baxtli so'zini qo'shib qo'ying deb. Baxtli qolib ketibdi-da, baxtli yashash uchun deng. Baxtli yashash uchun. Baxtli yashash uchun. Ha, bo'ldi. Hop. Yoshingiz nechida edi? 23. 23 yaxshi, 1 yosh katta. Bu tomon yaxshi. Topar pul 3-4 ming so'mdami bu? Yo'q, dollar. Как раз. Nimaga aynan siz kelin navkarga keldingiz? Sabab nima? Shu baxtli yashash uchun. Hamma yo'q baxtli yashayapsizmi? Ya odam baxtli bo'lmasa zerikib ketar ekan. Ismi nima ekanlar bular? O'sha blogerlarni boshqaradigan такой. Yo, agentство direktori. Agentство. Blogerlarni yetishtiradiganmi bog'da? Yo'q, yetishtirmaydi. Tayyor yetishtirilgan narsalarni uzib olishadi bular, tamom. Ha. Ismi ham shunaqa, biz o'zimiz yetishamiz-ku, nima unaqa deydi? Blogerlar yetishtir. Ona parnida. Xo'p, nimaga keldingiz o'zi bu yoqqa? Qiziqishga deyapti, bilmayman. Baxt uchun deydi. Baxtli bo'lish uchun. Baxtli yashash uchun. Siz uchun mana o'sha turmush qurmoqchi bo'lgan ayolingiz qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi xislat qanaqa? Iboli, xiyoli bo'lsa. U hammada bo'lsin. Ha, bo'lishi, qolgan men o'zi Qolgani Barcha kerak emas. qabul qilamiz. Aniq-a? Iboli hayoli bo'lsa bo'ldi. ha, qolgan barcha Qarang qabul lekin. qilamiz. Qaysi kamchilik tan olasiz desa ko'p debsiz. Qani bitta 3 ta eng topoviy kamchiligingizni aytingchi? Bitta kamchiligi men bilan bir xil kiyingiz. Mana bitta kamchilik. Yo'q, bu nima? Yo'q, mayli. Bu Realniy kamchiliklaringizni sanang. Olib chiqib bitta aytsam bo'ladimi? Bo'ladi. Shu ish ko'pligidan o'zimga vaqt ajrata olmayman. O'shaning uchun men kamchilik deb O'shancha uylanmoqchisiz. Ha. Ishlab yuraveradi, sizga vaqt ajratishadi. Qaranglar, uylangandan keyin naborot qiyin bo'ladi. U qizga ham vaqt ajratish kerak. Birgalikda qilamiz-da O'zingizga qolganini. vaqt ajrata olmayapsiz, qizga qanday vaqt ajratasiz? Yo'q, mana oldin jiddiy munosabatda bo'lgan ekansiz, to'g'rimi? Da deb yozibsiz. Endi yoshligida bo'lganda. Siz tashab ketdingizmi umi? Конечно, u birinchi tanishuv sinov bo'ladi, Babram. Молодец. O'zi ham bu qiz ham aybdor emas deyapti. Mayli, rostini aytganingiz uchun mayli. 1 ball. Futbolka yarashmabdi, lekin yechib bering. Imon, ha? Rahmat, Xurshid, sog' bo'ling. Qara, unaqa gaplar bola tushib ketgandan keyin aytiladi. Orqasidan gapirgim kelmaydi. Yuziga ayt degan meni dadam. Hozir bunda yurib bizga qaragandan keyin aytsang, yuziga aytgan bo'lasan. Ha, hozir yonboshiga aytdim-a? Yaxshi. Bo'lmasa ikkinchi ishtirokchimiz Davlat Askarov, marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zlaringiz yaxshimi? Oromishmi? Yo'q, Sirdaryo. yo'q. Sirdaryo. Ha, bor ekanu, yozib berganman. Ma'lumotlaringiz bor. Prosta o'zingizdan ham so'ragimiz keldi-da. Rost gapiryapsizmi Sirdaryo, yo'q? Sardoba. Nima ish qilasiz bozorda? Sotuvchilik. Bilyapti. Jaydarilingizdan. Shunaqa bo'lsa kerak. Qarang, men juda ham qiziqtirgan mamta ответ variantini o'qiyapman. Nima sababdan turmush qurmoqchisiz degan savolga hamma qachon uylanasan deb so'ramasligi uchun. Faqat shumi sabab? Endi birinchi sababda bu. Oila qurishga yetadimi shu sabab? Yo'q, hali oila. Kim so'rayapti sizdan? Balki sevganingiz so'rayotgandir. O'sha aniqlashtirib oling. Hamma so'rayapti-da. Yaxshilab qarang, u kim u? Uylanasizmi yo'qmi menga Otangiz deyotgandir. menimcha, to'g'rimi? uydagilarim O'zingizda so'rayapti. lekin niyat yo'q umuman. O'zimda niyat bor. Hali qiz topmadim prosta. Men hammalar burada ha dedilar. Qarang, sodda va ishonuvchan deb siz lekin bozorda ishlaydiganlar sodda ishonuvchan bo'lmaydi. Men shunaqaman-da. Ko'p arzon sotib qo'yaman. Ko'nglingiz bo'sh ekan. Ha, necha marta ishongansiz? Ko'p. Sanab ko'rmagan ekanman. Yo, endi qiziqda. Bu qadar ko'p Endi qaysi ma'noda ishonishga bog'liq-da. Shu demak qizlar aldab ketganda sizni. Yo, endi qizlar aldaydigan darajada ishonuvchan Ha, emasman. unda ishonuvchan emas ekansiz.
Ya bir ikki marta aldab ham ketgan. Ha, unda ishonuvchan ekansiz. Ha. Ikkita odam ekansiz. Ham ishonuvchan, Ha. ham unaqa. Aytdi o'sha ishonuvchan va sodda Ha, dedim-ku. unaqalar bizda ilmiliq deydi. Men nima deyapman? Xafa qilyapsan, bola 27 ga kirgan, уже uylanish kerak. Ha, men nima qilyapman? Men siz uchun turmush o'rtoq deganda nima tasavvuringizga keladi? Shu tushunadigan odam sizni. Odam, a? Tushunadigan insonda yoningizda doim. Erkak kishi o'zi yoshi o'tgandan keyin uydagilarga уже problemalarni ayta olmay qoladi-yu, o'sha payt yonida kimdir bo'lish kerak-da. Просто problemalarni aytish uchun uylanasiz. Ya endi просто problema emas. Bechora qiz Umuman tupiga olganda aytyapman, suyanchiq bo'ladigan odam Просто problema emas, kattaroq problema aytmoqchi Da. bo'laman. Ha, tushunyapsanmi? Oldingi отношениеңizda suyanchiq topamadingizmi? O'zingizda bular ham отношениyada Yo'q. bo'lgan ekanlar, jiddiy отношениyada, to'g'ri, munosabatda. Ha. Nima bo'ldi? Shu hech narsa bo'lmadi. Nima bo'lganda bu yerda o'tirmasdim. Yoqmay qoldimi? Qamoqda o'tirardi, Siz nimadir yoqmay bo'lgan. qoldingizmi? Aytdim-ku, bir ikki marta aldab ketishgan deb. qarang, qiz bola ham agar menga suyanchiq kerak deb sizga turmush qursa, ikkita bir-biriga suyanchiq Suyanib o'tira qidirgan olmaysiz. Ya endi men faqat suyanaman demayapman, men ham yonida bo'laman. Ayo, yonida bo'lib suyanasiz hali ham. U ham suyanaman desa, siz ham suyanaman desangiz, qayerqa suyanasizlar? Ana bir yoqadan bosh chiqarib ish ko'ringlar dedi, shunday bo'ladi-da. Zerikmasligi aniq lekin bu bola bilan. Ha, qiziqarli odam ekana, qanaqadir qoshlari qora, ko'zing qora, qoshing qora deydi-ku. Faqat qosh bilan ish bitmaydi lekin. 6 million ekan oilaga. Ha, kam. Men ham xo'jayinimizga rosa aytaman shuni. Siz demak ko'paytirmoqchisiz A shuni. bozorchilarda pul ko'p bo'lardi. Nega sizda 6 Yo, million men oylikka hali unaqa ishlaysiz? ko'p stajim ko'tarilmadi-da uncha. Siz sotuvchi bo'lib ishga kirganmisiz? Tovar sizniki emasmi? Ha, sotib magazin meniki emas. Magazin menga o'zi 6 million qanday? 6000 dollar bo'lardi-yu. Mayli, magazin ham ochib olasiz. Niyatingiz bormi o'zi o'sish Xudo, kelajakda? albatta, Bu 6 albatta. million yetadimi oila bola chaqa? Yo'q, 6 million o'zim yetmayapti-yu hali. Uylansa o'saman deb o'ylayapti. Uylansangiz o'sasizmi yo уже harakatni boshlaganmisiz? Ya 27 уже o'smasam kerak 180 bo'yim. Aqlingiz o'tsa bo'ldi, bo'y muhim emas. Ya, aqlim Yaxshi, o'sadi. vaqt tugadi qizlar. Rahmat sizga, Davlat aka. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Nima? Qiziqarli odam ekan, sezgan Chuvstvo yumorasi bor Ha. bolalar har doim aqlli hisoblanadi. To'ppa Sodda to'g'ri. ko'ringani bilan olib qolamiz hozircha. No, sodda emas lekin. Bu sodda emas. Sodda emas, конечно, 27 yil nima qilgan, tajriba orttirgan. Xo'p, 3-chi kandidatimiz chaqiramiz. Hayot Choriyev. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mikrofoningiz bor. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Qayerda ko'rganman? Meni siz yoshlar telekanalida ko'rgansiz, sizdami? Sira mehmonga ko'p chaqirganman-ku. Ha, yaxshi. Qo'shiq aytasizlar, blogerlik qilasizlar, sizlar. Hamkasb ekansizlar qaysidir ma'noda. Qaysidir ma'noda shunaqa. Shunaqa. Xush kelibsiz. Oldin jiddiy munosabatda bo'lganmisiz degan savolga yo'q deb javob beribsiz. Shu jiddiy munosabatda bo'lmaganman rostdan. Yaxshi bola ekan. Da. qizlar bilan Aqlli, esli, xushli, odobli, iymonli, insofli. Yo'q, na bo'lib- munosabatda bo'lmaganman demayapti, jiddiy bo'lmagan. Jiddiy bo'lmaganda Ha, gaplashganman. Jiddiy emas bo'lib ketdi. Gaplashmagan bolalarning o'zi yo'q bo'lsa kerak-a? Demak, Bola no, jiddiy qaramagan Ha, bola Bekzod bo'lsa bor ekan. demak yaxshi bola emas. Nimaga? Jiddiy qaramagan. Gapirishgan Endi qizlarga. tanishgan bo'lsa, u qizni qaysidir xislati yoqmagan bo'lsa, bekorga umid bermagandir balki. Balki. Balki to'g'ri kelmagandir xarakteri balki. Yoki bo'ladi. aldab yurgandir. Balki so'raymiz-da. opa siz gaplashib qo'yavering mani nomimni. Zo'r javob berar ekansiz. Yo, hamma o'zi uchun javob Siz beradi. meni tarafimni zo'r olyapsiz. Yo, endi bilmasam. Advokat Bilmadim. topgan. To'g'ri aytyapsiz lekin. To'g'ri aytyapman, yo, aldab yurarmidingiz? Yo, to'g'ri aytyapsiz. Balki qizlar O'zingiz ham aytgan. ishonib ketdingiz. Yo'q, ana sevgi degan tushunchaga unchalik ko'p ishonmaganman. Просто qaysi yosh qiz ekansiz misol uchun ham-da. men bilan yaxshiroq iliq munosabatda gaplashsa, demak, sevishgan ekanmiz deb o'ylaganman-da. Ha, u jiddiy bo'lmagan. Ha, Bechora. shunaqa. Qizlarni aldab yurgan ekansizda. Yo'q, unchalik va'da berib ishontirib yubormaganman. Bechoralar yig'lagandir. Yo'q. Sen jiddiy emasman, do'stidek degan Yo'q, bo'lsangiz. yo'q. Ja, unaqa umid berib qiz yubormayman. aytgan, jiddiy emasmi? Aldayapti, ko'zini qaragin, aldayapti. Siz ko'zimni o'qiyapsiz. Ha, prям o'qiyapman. Men qizlarni aldab yuradigan jiddiy munosabatda bo'lmayman. Ularni prosta yurib tashlab ketaman. Qarang, bitta savol beray sizga. Mana Shahrizoda, men taniyman bu qizni. U ham meni yaxshi taniydi. Shu savolimga o'zidan javob so'rang. Keyin gaplashib olasizlar. Men
hozir men hal qilaman. bular bir-biri bilan gaplasha olmaganmi? San u proyektga bor, men u yoqdan boraman, tipa tanishamiz, Yo, zato yo, 1 yo, million yo. ishlab olamiz. Bo'lish. Sxema. Menimcha qizil libos ham ana u. Yo. Shahrizodani kelishini bilmasdim rostdan. Faqat o'sha siz sohangizga yaqin qiz bo'ladi deyishdi, kimligini yetishmagan edi. Bular birinchi marta ko'rishyaptimi? Yo'q, hamma taniyman buni. Yo'q, Yo'q, bir-birimizni bu proyektda taniymiz. demoqchiman. Ha, proyektda. Bolalar rasmga qarab kelmagan, to'g'rimi? Yo'q. Qiziqadi. Bolalar biladi, bu yoqda hamma chiroyli qizlar chiqadi. Lekin to'g'ri. O'tgan galgi sonlarni ko'rganman YouTubedan ko'rsatuvlarni. Chiroyli bolalar olib kelmaysizlarmi? Yo'q. Hazil. Shunchaki hazil. Respekt. Juda ham oydekkina bolasiz. Yaxshi. Siz men tomonda sekin o'tib oldingiz. Bitta muammasiman ko'ryapsizlarmi? Odamlar bor mana, bor. Rahmat, men suv ichishim kerak. Oqlash uchun sevarim. Necha kun tayyorlading? O'zing oqlab olish. Katta pul berganman opaga. Yo'q, aslida erkak kishiga chiroy muhim emas. Maymundan sal farq qilib tursa bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Bitta qarsak bo'lsa mana shu opaga to'ppa to'g'ri aytyaptilar. Lekin oilani ko'paytirish kerak yana. Ozgina, yomon emas lekin. Yo'q, lekin o'g'il bola Yo'q, qo'shimchasi yozilmagan. Qo'shimchasi yozilmagan. Men bilmaganman-ku kim kelishini bu yoqda. Agar Shahrizoda bo'lganini bilganimda ko'proq yozardim. Когда oilaga yaxshi bo'lsa degan anaqasi bor-da, u yerda davomi bor. Qarang. Kim kelishini bilganimda ko'proq yozardim. Hammasini yozmaganman. Yo'q, Levilarni yozmagansiz-a? Levilarni. bo'ldi, vaqt bo'ldi. Yettisi ko'p qoldim. Ha, keyin gaplashamiz. Ana Levilarini keyin gaplashamiz. Ha, bo'ldi. Nimalar bor? Rahmat sizga. Rahmat, charchamanglar, shodtamiz. Menga yoqmadi. Nimasi? Bola. Mashina? Ha, aldayapti, ishoninglar. Qaranglar, даже men bu qiz chiqqanda deyapti. Men 10 million emas, ko'proq yozardim deyapti. Bu aldayman yolg'onchiligi-ku. Mana pulini ham aldab o'tirib. Endi balki hazillashayotgan bo'lishi ham mumkin-ku. Lekin bular hamkasb ekan, bir-birini общий mavzusi bor. Tushunishi mumkin deysizda. Bo'lishi mumkin. Xo'p, kelinglar, 4-kandidat chaqiramiz. 7 tadan keyin kimlar chiqib ketishini sirazi aniqlaymiz. Chunki hozir bechora bitta odam chiqarib yubormaydi, bitta senga yoqmagani bilan. Xo'p, yolg'on gapirmanglar. Haqiqatni aytinglar, men haqiqatdan iflos bo'laman deylar, men yaxshi ko'raman shunaqa odamni. Oldin hammasini ko'rib chiqib keyin haydasak bo'ladimi? Bo'ladi shunaqa qilgan. qilaylik, Lekin bilmasam yettan. bol so'radigan odatim bor-da. Shuni ham ana ogohlantirib olamiz. Ushlab qolamiz. Xo'p, 4-ishtirokchimiz Murodjon, marhamat. Kastim shimladi. Oliy ma'lumotli. Yo'q, bola. Bojxona qoshidagi yengil atletika federatsiyasi nimasi? Nazoratchisiman. Bojxonadan qo'yilgan. Tamojnik. Smenlab ishlaysizlar, to'g'rimi? Smenlik bizdik. Любой joyga rotatsiya qilib yuborishadi sizlarni. Hozircha bizniki mana shu yengil atletika federatsiyasini o'zida. Военный forma kiyib yurasizmi? Военный гражданский formadamiz biz. Jiddiy odam kelibdi bizani ko'rsatuvga. Qo'rqib ketyapman lekin. Men hazil qila olmayman bu odamga. Yo'q, lekin oliy o'qituvchi deganmisiz? Oliy ma'lumotli o'qituvchi. Ha, men bir vaqt o'zida ham o'qituvchiman, ham tamojnada ishlayman, chunki bizda haftasida 2 kun, ya'ni 2 sutka ish bo'lsa, maktabda 4 kun u yerda dars beraman. O'qituvchiman tarix fanidan. Qaysi institut? Milliy tugatganman. Yo'q, hozir qayerda dars beryapsiz o'qituvchilik qilib? Yo'q, maktabda dars beraman. Maktabda. 4 kun maktabda, 3 kun bu yoqda. Tamojnada. Uyga qachon? Uyga ham boriladi-da, undan tashqari boshqa ko'cha ishlar. Hali o'shaning uchun ham oila qurish kerak-da. Ha, uyga borishga sabab bo'lish uchun. Sizda sabab yo'q uyga Sabab borganda. bo'lish kerak. Uyga borganda kayfiyat ko'taradigan sabab bo'lish kerak. Военныйni ayoli bo'lish oson emas. Qaysi joyga rotatsiya qilishsa, o'sha yerga oila bilan kerak bo'lsa borishga to'g'ri keladi. Agar respublika bo'yicha sochib Respublika olishsa, bo'yicha jo'natadi. ko'pincha chegaralarda ishlashadi, to'g'rimi? Aeroport, железнодорожный. Shunaqa. Aniq uyi yo'q deganida. Ko'chmanchi haqqa Bo'lishi mumkin. joyni Shu narsalarga kelin bola tayyor bo'lishi kerak. Ko'ngilchanman deb yozibsiz. Zararli odat deb hisoblaysizmi buni? Eng zararli odatlardan biri, hayotda eng zararli odatlardan biri ko'ngilchang bo'lish. Aslida unda bo'lmasligi kerak edi. Voyenniylar ko'ngilchang bo'lishmasdi-ku. Yo, endi ish masalasi, hayot masalasi, ish boshqa, ish boshqa. Ayollar bilan ko'ngilchangmisiz yo oiladan? Umuman hayotiy munosabatlarda yaqinlar, u xoh do'st bo'lsin, xoh yor bo'lsin, xoh oila bo'lsin, ko'ngilchang bo'lish ko'proq yomon. Mana 10 million oila olar ekansiz. 5 millionni menga berib turing, sen berasizmi?
sizga yo'q qarang mana aytayman man siz birinchi man siz birinchi marta bo'ldi. yo'q man birinchi marta ko'rib turibman do'st, bir xil birinchi ko'rib turgan odamga ham berib yuborishadi. O'shalar ko'ngilchang Iltimos bo'ladi. bering, menga kerak. Birinchi marta ko'rmagansiz, reelslaringizda chiqqan-ku. bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatuvga o'zi o'sha ko'ngilochar ko'rsatuv degani uchun keldim. Unaqa emas ekan. Yo, rostdan shunaqa ekanda. Qo'yib ketmayapti. Yo, shunaqa ekanda, men Shahrizodani birinchi marta ko'rib turishim. Pastda o'tirganmiz, Shahrizoda o'zini tanishtirdi. O'zini xayolida, kelajakdagi turmush o'rtog'i qanday bo'lishini, oilada qanday o'zi holatda yashashini Sizlar u yoqda aytdi. gaplashib sizlar? Yo'q, men bu yerda eshitdim, bular bu yerda gapirdi-ku. Men gaplashganimmi? Yo'q, men gaplashganim yo'q. Nima deydi? Men ko'ngilochar ko'rsatuv deb keldim, lekin seriozroq qolib ketamizmi degan xayolim o'tdi bir o'rtada. O'tmadimi? Bemalol bu degani Конечно, turmush chiqmagan qiz rostdan ham. bemalol uchrashishinglar mumkin agar biz rozi bo'lsak. Bu maqtini ko'ra olmayman-da biroq. 3 minut bo'ldi. Rahmat sizga Murodjon ishtirokingiz Sog' bo'ling. uchun. Sog' bo'ling. Menchi o'zim uchun qaysi bola ekanligini, xislatlarini yozib ketyapman. Voy. Например, Taksist eslab bo'lmaydi. Kastim deb yozibdi. Xurshidni уже eslolmayapman mana. O'shda tuqqandan keyin eslab Bir xil bo'lyapti. kiyim. Bir xil kiyim, ha, bo'ldi. Bir xil kiyim. Shunaqa esladinglar. Lekin kiyimga qarasanglar, bugun Shahrizoda ham yasani kiygan, bu bola ham cho'ta. Yasanib kelgan. O'zi harbiylar bitta kostyum shumi bo'ladi uni. Hamma yoqqa Voy, kiyadi. lekin formasini to'g'irlash juda qiyin. Yulduzchalarini yechib, dazmol qilasiz, yana o'rnatasiz. Ha? Yo'q, qo'rqmang, yaxshi Yo'q, ekan. o'zingiz Zato dazmol yaxshi qilish topadi. bilasizmi, Murodjon? O'zingiz dazmol qila olasizmi? Shu paytgacha o'zim qilib yuribman. Bo'ldi. Uylansangiz xotiningiz qiladi. Men pulga qildiraman-da, ukalarimga pul beraman, kimlarim dazmol qilib ber deyman. Endi pulga qildirasiz. U gaplarni aytmaydi bu yoqqa chiqqanda. Jin turadi. Bular ham hozir mana 10 million, 20 million deb aldab yozyapti-ku, sen ham aldab tur. 5-ishtirokchimiz Jahongir Xudoyberganov, marhamat. Xorazmdanmi? Avvo. Vot. Yaxshimisilar o'zi aytsa, Hali yaxshimisiz? yaxshimisiz? Rahmat. Ko'nglimni xushlamani. Uchib tushayottirmani Xushlamani. xushlamani. Ajoyib. Bu kecha ko'nglimni xushlamani. Yo. Ya bu Xorazmcha bilmaydi, e'tibor bermang. Prosta Xorazmcha ekanligini bilib sizga gapiradi. Bilinib turibdi. E'tibor bermang. Sizlar ham Xorazmlar isbotlab Men turibsiz. o'ylabman yaxshi qo'shiq deb. Unaqa emasmidi? Yo'q. Aytmay qo'yaq xo'p. Bular barista ekanlar. Juda ham интересный yo'nalish. Qayerda baristasiz? Yujanindan. Qayerda? Yo'q, men o'zi asosan trener bo'lib ishlayman. Ha. Qayerdan ish chiqsa, jo'tga ketaman. Nima bo'yicha trenersiz? Soha yozilgan-ku barista. Baristalik bo'yicha baristalik trenersiz. bo'yicha. Siz demak professional baristasiz. Ish o'rgata olaman. Ish o'rgata olaman, ha. Shunaqa. Ano, barista degan nima degani edi? Yo'q, u barmen u, barmen. Mani uradigan odammi-da? Yo'q, barista o'sha gapiraman. anaqa-ku, to'g'rimi? Yo'q, uradigan. Kokteylni tayyorlab beradigan, yo'q? Pishirib. Kokteyl ham tayyorlaydi, ha. Nima Основном kofe. Kofe qiladi. Siz ana yurakchalik kofe ichgansizmi? Da. 2 ta, 3 ta, 4 ta. Yo'q, shunaqa odam demoqchiman. Shuni ular o'ylab topgandirlar. Qaranglar, hammanglar 10 million oylik olyapsizlar. Qayerdan olyapsizlar? 8 Men 10 million deb yozmaganman. Kim yozgan? Siz Murodjonni o'qiyapsiz, Ha, qarang. to'xtang uni. Tekshiringda. Jahongir bu yoqda. Men tekshirmayman-da. Voy, Tavakkal. uylanish sababingiz ajoyib ekan-ku. Ha, juda. Dadangizga nabira kerak. Sizga o'g'il kerak emasmi? Xotinchi. O'g'il kerak, Xotin xotin nimaga kerak. kerak? Yo'q, men har doim dadamga tushuntirmoqchi bo'laman-da. Menga aytadi dadam, nabira kerak, uylanishing kerak Demak, deydi. ota-onalarning qistovi bilan uylanmoqchisiz. Atak o'zingizda желание yo'q. Yo'q, men prosta hazil qilib tushuntiraman. Dadam, men nabira ko'rishim uchun men uylanishim shart emas. Siz lekin birinchi marta kelmayapsiz-da. Ha? Qanaqadir, Ha? Ha? bir-birimizni Ha, rosa yomon aniq. ko'rmaymiz, a? Yo'q. Yo'q, teskarisi bo'lganda o'tgan safar. Ha, yo'q, men shunaqa. O'sha payti ham men ham baristaman, barmenman desam, barmenga yopishib olgansilarda, prosta chiqarib olgansilarda. Ketmayapti. Ha, bu safar alam bilan keldingiz. Qolgingiz Ha. kelyaptimi bu safar? Ha? Qolgingiz kurashishasizmi? Конечно, kurash bo'lsa bolalar har doim qiziq emas qanaqa tema. Mana shu boladan ustun bo'lsa Qiziqmas qanaqa kelin degan. qiziqmas qanaqa kelin deganda Yo'q, eshitdim. tushunmadingiz. O'zimiz nimaga chiqarib yuborganmiz bolani? Biz ham buni bilamiz. Ko'rdingizmi, siz noto'g'ri tushunyapsiz yana. Mana shu boladan ustun bo'lsam bo'ldi deb harakat qiladi. Siz lучше gapirmang, lучше jim o'tiring. Siz lучше jim o'tirib qolasiz o'shanda. Bellashish qiziq sizga. Ha? Farqi yo'q qaysi qiz uchun. Yo'q, qiz Chunki uchun o'sha mana emas, umuman. qayta kelyapsiz-ku. Umuman hamma mavzuda aytmoqchiman.
Yaxshi, siz bilan yana bir marta suhbatlashganimizda xursandmiz. Sog' bo'ling. Yo, qaranglar-da, baristada o'tgan safar barmenman, alkogol sotaman dedi. Shuning uchun chiqarib yuboruvdik. Hozir Endi kofe deb keldi. Keyingi safar choy sotaman dedi. Yo'q, tashlagandir balki alkogolni. Ha, mayli, kelinglar, keyingi ishtirokchini chaqiramiz. Aziz Karimov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor go'zal qizlarga bitta qarsak chalaveringlar. Gentleman bu xislatlari ana galochka. Потому что 33 yosh уже opit bor-da, biladi qanaqa gap. Opit juda ham katta. Aytish shart emas, o'zi qizi eshitib qoldi. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Zo'r yosh. Siz 22 a? Voy 22. Mabodo to'g'ri kelib qolsa, Zaks payti biladi-yu, baribir pasport ko'raman. Unda kech bo'ladi-da, Zaksda bo'ladi. Da, уже поздно. Uncha kech emas. Ha? Ancha kech bo'lmaydi. Yulduzga to'g'ri kelsa bo'ladi asosiysi. Yo'q, muhimi chiroyli raqam. Bular 22, bular 33. Chiroyli. Telefon nomerlarini ham shunaqa qilsanglar bo'ladi-da. Lekin bular 23 ekan. Bu yil 23 ga kiradi-ku, shunga men to'g'ri keldim. Bugun ham 23-chi. O. Gap yo'q, e'tiborli ekansiz. Ham chiroyli, ham e'tiborli, qaranglar. Gap yo'q. Zo'r aka. Rahmat. Ну-ка, machkim taq. Endi-chi. Go'zalsiz. Rahmat. Nima ovqat pishirasiz? Qarang, любой ovqat pishira olaman deb maqtana olmayman, lekin ko'p ovqat pishira olaman. Turli xil taomlar va restoranlarda ishlaganman. Hamma shunaqa, turli xil taomlar. Sizlar noto'g'ri o'ylamang, oshpaz ekanlar. Men shuning uchun so'rayapman. Так что agar mabodo yulduzimizga to'g'ri kelib shunday qolsa, uyda ovqat pishiraman, bu ham pishiraman, men ham pishiraman, hechcha o'rgataman. Yo, sizlar to'g'ri kela olmaysizlar, bular ovqat pishirmoqchi uyda o'tirib. Bular ko'chada pishiradi. Yer xotin ikkalamiz mana shunaqa ovqat pishirib o'tiramiz-da. Yo, nima qilasiz konkurensiyaga orttirib o'zingizga qo'ying. Ishlaydigan odam toping, normalniy qiz toping, meni maslahatim. Uyda o'tirar ekan. Siz qarshilik qilasiz-a? Ha, men nima deyapman? Yo'q, mana o'rgatadilar-da ovqat pishirish. Yaxshi ma'noda, albatta, yaxshi ma'noda. Ha. U jiddiy отношение bo'lmagan deb siz qanday 33 ga kirib Yo, endi Mana nima uchun bo'lmagan? Yo'q. Shuning uchun bo'lmagan. Men просто saqovlarni taqlid qildim, qarang. Bunday bo'ladi-da. Bu yerda yozilmagan, meni birinchi hayotim sal o'xshamay qolgan. Yo'q, yaxshi. Men uchun rostni aytsam, bu juda ham jiddiy bo'lmagani uchun o'xshamay sal qolgan. og'riqli mavzuda. farzandlaringiz bormi? Shuni aytayapman, sal og'riqli mavzu men uchun. Bo'pti, nimaga unda? Chunki kelin navkar shousini menga ehtiyoji bor. Nima ehtiyojimiz bor? Yo'q, birinchi savolga javob bermay, sraz bunga javob beray. Yo'q, mayli, o'sha. Endi og'riqli bo'lgani uchun chaqirmoqchi shunda bermoqchim. Sal og'riqlik, endi qanday tushuntirsam ekan? Bundan bir necha yillar oldin ajrashganman, tamom. Tamasku bu, davom etadi. Bundan bir necha yillar oldin men ajrashganman, nuqta. Og'rig'i qayerda? Siz aytmoqchisizki, ajrashish bu og'riq emas, bayrammi? Kimga bayram, kimga baxt, kimga kulgu, kimga yo'q, men o'zim uchun qutulganingizga shukr qilgandirsiz. Yo'q. Yoki sizdan qutulishganiga ichimdagi narsani aytmang, yo'q. Menimcha xotinlariga bayram bo'lgan. To'g'ri. Balki, endi Xudo biladi. Lekin har bir odam, mana qanday aytsam, ikkinchi imkoniyatga loyiq. To'g'ri. Sizga ham loyiq, to'rgacha. Har bir odam imkoniyatlarga loyiq. Da, to'rgacha loyiq. Tilingizga shakar. Dальше. 3 minut bo'pti Aziz aka. Aziz aka. Ichib oling. Hop, nima ehtiyojimiz bor? So'rang. Nima ehtiyoj? Savollar yo'qmi qanaqadir? Mana bor, mana kelin navkar shousi menga qattan bunaqa samatsenka, soddaman deb siz soddaga o'xshamayapsiz. Yo'q, siz meni bilmaysiz-ku qanaqaligini. Hozir siz bilan muloqot uchun men qancha tayyorgarlik ko'rdim bu yerda. Har bir narsani yozib tayyorgarlik qilib. Yo'q, rahmat Aziz aka. Xafa bo'lmang, hazillashyapmiz. Rahmat sizlarga. Sekin qo'yavering. Xo'p, mayli. Menga aytsanglar, men bo'laga aytdim. Ha, bu bolani chopish kerak deyapman. olib qolar ekan. Yoqdimi? Senga yoqdi. Yo'q, Imoni, naborot ketqizib yuborib, keyin gaplashib olish kerakmi? Biz nima qildik hozir? O'tiribdimi? 10 yosh katta ekan, 10 yosh. Yaxshi yosh, lekin tajribaga ega, bir marta ajrashgan. Bundan ajrashmaydi menimcha.
Unaqa xavf yo'q har holda sizni Yo'q, yaxshi hayotingizda. inson ekan. sezilib Yo'q, turibdi. vafodorman deyaptilar. Yana bitta ishtirokchimiz bor. Zokir Ibodullayev. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qayerda o'qiysiz? Konservatoriyada o'qiyman. Nima Fortepiano yo'l? chalaman. Sizdan kichkina ekanlar lekin. Yo'q, gap yosh tanlam, gapmish. Sevgi. Sevgi yo'q. Sevgi to'g'ri yosh tanlamaydi, lekin hayot, oila yosh tanlashi mumkin. Men bitta baxt nimada degan savolga o'zingiz nima deb o'ylaysiz deb javob beribsiz. Nima deb o'ylaysizlar rostdan? Bu qayerdan biladi 21 yoshli bola hali hayotda Mana, bir aytaman. anaqasi yo'q. Mana qarang. Demak, Baxt o'zi nimadir? Men bilolmadim. Bu ham bilmaydi. shu ashulani she'rini shu bola yozgan bo'lsa Ha, kerak. men ham Yo'q, bilmayman. eshitmagan ekanman u qo'shig'i to'g'risi. Eshiting. Uyati, shundoq shedevr ashula. Xo'p, baxt nimada? Aytingchi, nimaga uylanish kerak deb o'ylaysiz? Men boshqacharoq savol berdim. Uylanish bu yoki turmush qurish umuman odam o'zini yarmini topishi deb o'ylayman-da. Hozir yarimta bo'lib yuribsiz. Ha, shunaqa. Pianino chalar ekansiz, Shunaqa. To'yga chiqasizmi keyin? To'yga endi chiqishni boshlaganman. Qachondir dejur bilan ham chiqdim 1-2 martada. Endi chiqish boshladim. To'yga nima qilib chiqasiz? Qanaqasiga nima qilib chiqaman? Anaqa cholib chiqadi. Ha, pianino. Aytdi-ku, mabdu. Men boshlovchimi deb. Umuman hozir hech qanaqa bir so'm pul Qara, topmaysiz. mabdu biz kelin navkar Pul ko'rsatuvdamiz topasiz. o'rtoq. Qancha? Yo'q, qiz bilan birga. Pul qancha? Hozircha o'zimga yetyapti. Necha pul? Nech pul yetadi? Nech pulligini ayta olmayman. Qarang, uylanguningizgacha hali bor-ku, lekin qiz bolani qo'ynini olish kerak, gul, shokolad, kafe, tam. Ko'ngilni olishga yetadi. Ko'nglini olishga yetadi. Lekin uylanib boqishga hozircha yetmaydi. Unda keyingi yil keling. Xudo xolasa. Keyingi yil oyoqqa turib, anaqa bo'lib. Men просто bilmagandim-da. Uylanish kerakligini. Yo'q. Ko'rsatuv bor kelavergansiz. Nima deydi? Sizlar aytyapsizlar-ku, xuddi ertaga to'y bo'layotgan deydi. Necha yil gaplashib yurish kerak turmush qurish uchun? Nima deb o'ylaysiz? Men u narsalarni o'ylab ko'rmaganman, lekin qarang, men ham 21 yoshda uylanmoqchi emasman hozir. Qachon uylanmoqchisiz? Deylik 25-24 Bu bo'lishi qiz mumkin. 5 yil kutolmaydi. Men o'shani bilmagandim-da. Demak taqdir emas ekan. Endi qaranglar. Qiz kelin navkarga kelib o'tiribdi, 5 yil kutadi. Xo'p, men 22 yoshligini bilmadim-da bu qizni. Bu narsalarni yozishdan oldin. 27 bo'ladi. Hatto men ham 27 da tegganman, normal lekin. Yo, bu Lekin erim qopdi mendan. Ha? Nimaga kutolmaydi deysan, sevib qolsa kutar balki. Ha, sevish uchun harakat qila olmayman, hozir gul olib turaman deyapti-ku. Ha, gul bilan sevsa bo'lmaydimi? Yo'q ekan. Aytdim-ku, bo'lmaydi-ku. Rahmat sizga, Zokir. Rahmat, charchamanglar. Lekin yaxshi bola ekan. Yaxshi bola ekan, lekin Hammasi tan yaxshi olish bola. kerak. Menimcha hali yana ozgina Bor, kerak bu bor. o'qib bolaga. Hali Shuning uchun bor. men nima deysizlar? O'qisin, bitirsin. Xo'p. Bosing, xo'p. Qaranglar, kimni yana ikkita odam chiqarib yuborishimiz kerak, keyin jiddiy suhbat bo'ladi. Xorazmlik bolani ham olib qolaylik, achki barmen, barist. Baristami? Chunki bu bola aytay sizga nima, o'tgan safar alam bilan ketgan. Bu safar 2 karra alam bilan 3-marta yomon keladi. Yo, men Zerikmaslik uchun olib qolar ekanmiz. Yo, lekin men nimagadir bu bolani yana X qilib yozib qo'yganman-da, nimaga? Men ham bilmasam nimaga. Nimaga? Davay, meni biz ham Chunki bizning gapimiz bitta joydan chiqargan, Imon. Jahongir xushi qilaylik. Shu odamni chiqarib yuboraylik. Keyin Murodjon men sal anaqa deb yozgan ekanman. To'xta, men Jahongir akani chiqarib yubordikmi? Chiqarib Nima bo'ldi? Xorazmlik bola. Ammo bir marta knopkani bosishga. Meni vashshi aybim yo'q, Jahongir aka. Ko'rdingiz, mana kimni qo'li turibdi? Meni qo'lim turibdi. Nima deya olasiz? Menda bitta variant bor. Davlat Askarov ikkinchi chiqdilar-yu. Bozormi? Ha, uylanishga ishtiyoq yo'q, prosta hamma uylanasan degani uchun uylanmoqchiman dedi. Ha. Da. Bo'ldi. Hammaga rahmat. Biz ketdik. Ko'rsatuvimiz tugadi. Hammaga emas. Davlat Askarov, Jahongir Xudoyberganov, Zokir Ibodullayev, sizlarga rahmat ishtirokinglar uchun. Qarang, sizni oilangiz o'zi qanaqa? O'zbekona oilami yo yevropeyskiy zamonaviymi? Qanaqa? Bizda hamma oilada o'qituvchilar, hamma deyarli oliy ma'lumotli, lekin
zamonaviyroq ham desa bo'ladi. Zamonaviy. Ya'ni mani fikrimga qarashadi. O'qituvchi zamonaviy oilasi. Shunaqa. Tushunarli. O'zingizni Ha, gapingizni shunaqa. qildirib, Ha, ukalaringizga bemalol. dazmollanganda. Bemalol. Ma'lum. Ukalari ham pul olib qilyapti. Endi biznesda pul topishni o'rganyapti. Nimadir mehnat evaziga pul olishni biladi. Aha, bo'ldi, tushunarli. Demak, bizada ikkinchi raund. Birinchi ishtirokchimiz Umurzoqov Xurshid. Marhamat. Yana bir bor ko'rganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman chiqarib olmaganlaringizdan. Birinchi uchrashuvda qiz bolani nimasiga e'tibor berasiz? Qanaqa bo'lish kerak? O'zini qanaqa tutish kerak? Kiyimimi? Birinchi uchrashuvda men misol tartibiga qarash kerak. Tartib. Turib olib hamma joyda artib ketib. Ne, mana Vida akkuratniy bo'lish kerak. Akkuratniy, restoranga borganda men bir realniy e'tibor beraman. Agar birinchi choy quyib bersa, значит bu yaxshi qiz. Restoranda lekin Sizga demak Yo'q. tartibli emas, farosatli qiz kerak. yoki qul. Ne. Yo'q. Choy quyib berish o'zbek milliy Endi odatlarimiz. restoranda bechora ayollar iltimos faqat restoranda quymasin choyni. Sevara. Endi смотри, qanaqa restoran, premium restoranlar o'zi Endi quyib birinchi beradi. uchrashuv, birinchi Milliy taomlar bo'lsa, milliy taomlarga olib borgan bo'lsangiz, Yo'q, endi men shaxsan qarshiman. Restoranda hech bo'lmasa qiz bolamni o'zini erkinroq tutish kerak deb o'ylayman. Yo'q, Ho'p, Imon, to'xta qarang, yana. bunaqa fikrlasangiz hali beri erga teya olmaydi qizlar. Shuning uchun ham hali bir erga tegmagan. Masalan, ayolingiz turmush qurdinglar, jahlingizni chiqardi, nima qilasiz? Urishasizmi, uydan chiqib ketasizmi, yo oyingizga yig'lab berasizmi, nima qilasiz? Siz variantingiz. Men jahlim Yo chiqmaydi. urasizmi? Jahlim chiqmaydi uni. Umuman chiqmaydi. Yo'q, Qo'yib yo'q. bermasa ham. Endi o'zim Xafa bilib bo'lib qo'yaveraman. qolasizmi yoki? Yo'q. Erkak kishi xafa bo'lmaydi. Xafa bo'lishingiz, jahlingiz chiqishingiz nimalarda bo'ladi? Masalan, qanaqa xotin xolingiz? Yo'q, qarang, jahl chiqadi, Aha. lekin men hech qachon birovdan alamda olmayman. Chiqib ketasiz demaysiz. Ha, ko'chada chiqib, tinchlanib kelib yana qaytib. Точно bu. Конечно, voy. Aytadilar, xafa bo'lma qalbim. Yaxshi. Erkak kishi aytadi-yu, arazlasa, er xotin bilan urushsa, cho'ponnimda orqaga tashab, yelkaga tashab tinchlanib chiqib qaytib ketish kelgandan keyin yana kerak. baxtli yashab yuramizda. To'g'ri, Yoshingiz agressiya nechida? bo'lmagani yaxshi. 23 da. 23. Aha. Qayerda o'qigansiz? Masalan, ismim yangi kasb-ku baribir. Boshida nima kasbni tanlab? Xo'p, men o'zim birinchi videolarimni olib yurardim. Keyin agentstvoga ishga kirib, o'sha yerda o'rganib chiqib ketdim-da, o'zim ochdim. Yaxshi. Blogermisiz? Shunaqa desam bo'ladi. Ekspertni blogersiz. Yo'q, Vayner desam bo'ladi. Anaqa ko'ngilochar, aktor. Qarang, 3-4 ming dollar oylik topar ekansiz. Erkak kishi ko'p pul topdi degani bu shedriy qo'li ochiq degani emas. Siz qanchalik qo'lingiz ochiq, ayolingizni nimalarini olib berasiz, nima kaprizlarini qilib berasiz? Masalan, oyda 3-4 ming ajratsangiz, ayol kishiga Qancha berasiz? qanchasi ketish kerak deb o'ylaysiz? Choy quyib bermasa ham. Yo endi qarang. Voy imoni. Yo'q. Choy quyadi ora-ora. Endi oila bo'lgandan keyin uni puli, mani pulim, uni pulida. Yo'q, unaqa emas. Ha, mana. Oila bo'lgandan keyin mani pulim, uni puli, o'zini puli. O'zini puli. Xuddi shunday. O'zi ishlashiga qanaqa qaraysiz? Endi qayerda ishlashiga bog'liq. Mana uyda choy quyib ishlasa. Endi xudo xolasa ishimiz yaxshi bo'lib ketsa, endi choy ham quyib bermaydi. Ishni ular qiladi. Choy quyib ishlab topsa degani sizdan oladi oylikni. Bo'laveradi? Hamma shu. Bu qizni kasbi jurnalist, to'g'rimi? Televedущийsiz, O'zingizni chiroyli qanaqa qaraysiz bu kasbga? Yaxshi, o'zim mana ham shu sohada deyarli bir xil. Mayli, hozirgacha rahmat sizga. Hozir aytaman. Menimcha choy quyish masalasi bu jiddiy masala. Hech bo'lmasa ayol kishi restoranlarda quymasin iltimos. Hop, uyda уборка qilsa-chi, u ham noto'g'rimi? Yo'q, u uyda hamma ishini qilsin, choy quysin. Restoranda choy quymasa bo'ldi, shu hech katta bo'lmasa aybi. jentelmenlik qilib salatlarni erkak kishi solib berib, hech bo'lmasa bu narsalarni quyib balki bersa, bechora o'zi solib bermoqchidir. debdi, voy. Qolganini o'zi qilar balki. Aldayapti lekin. Ana shu joylarga e'tibor bering. Men ko'ngilchayman, bunaqa hamma narsa idealni bolalarni faqat bitta narsasidan podozrевать qilaman. Nimasidan? Babnik emasmikin? Ko'p qizlar bilan gaplashmasmikin? Da. Yo choy quyuvchi qizni qidirib yuribdi-da. Yo, bitta choy quysin deyapti, boshqa talabi yo'q ekan. Choy quyib Yashirsin. Oyligi ham yaxshi, xotiniga ham berar ekan. Nima deysiz? Bu qizdan so'ramaymiz. Nima deysiz? So'ramaymiz. To'xtanglar, bo'ldi. Yana ikkinchi ishtirokchini chaqiramiz.
Tak, bizada yana qolgan ishtirokchilardan o'zingizni kasbdoshingiz Hayot Choriyev chaqiramiz. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi ketyapti. Yaxshi. Kuchli bahs bo'lyapti lekin. Qaysi bola mos ekan? Qaysi bola anu tamojnida bola menimcha ma'qul bo'lsa kerak deb Bo'l o'ylayman. berib yubordingiz bu kelinni. Yo'q. Yo'q, Hayot Choriyev. Ko'rishamiz oxirigacha. Hayot, mosmas. Bo'lmasa Men chiqib o'zimmi? ketavering sekin. Men o'zim ham mosman. Mosmiz. Ha, so'rasanglar aytaman Nima qaysi tomoningiz tomonlama. mos? Aytingchi. Yoshlar Sohamiz telekanalida tomonlama, Aha, sohamiz soha, tomonlama soha. mosman. Keyin Instagram sahifasini kuzataman Shahrizodani. Haqiqatan ham Simpatiya bor. she'riy blog yuritadi. Haqiqatan ham ifodali she'rlar o'qiydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Respekt tan beraman bu jihatiga. Men o'zim ham she'rlar o'qib turaman, qiziqaman. She'rmi? Ha? Iloj bo'lsa, Shahrizodaga mosroq. Yo, hozir Shahrizodaga mosmas do'stlar haqida. Bir kun tugar bu ohu vohlar, ne ishga bo'ldik guvohlar. Dardimizni ko'tarmas tog'lar, dunyo uchun siqilma do'stim. Vaqti kelsa o'ynadik, kuldik, yoshlikni ham o'tkazib bo'ldik. Biz kutgandek bo'lmadi hayot, dunyo uchun siqilma do'stim. Mayli ketsin biz sevgan yorlar, mayli ketsin do'st birodarlar. Baxtli bo'lsin bizdan ketganlar, dunyo uchun siqilma do'stim. Shunaqa joyda. Rahmat, rahmat. Yaxshi o'qidimi Shahrizoda? Yaxshi. Siz nima deysiz o'zi bitta kasbda ishlashga? Men xohlamayman. Chunki bu kasb ichini bilaman. Shuning uchun ham o'zim turmush qurganimdan keyin ishlamoqchi emasman. Ko'p jurnalist qizlar bilan gaplashib ko'rganman. Ishlashimga ruxsat berishingiz kerak. Birgalikda ishlaymiz, oilaviy bitta kanalda ishlaymiz, bitta joyda ishlaymiz. Sizni nima qilayotganingizni ko'rib turishim kerak, kimlar bilan bo'layotganingizni ko'rib turishim kerak. Xullas, ketidan yuradigan qizlar bilan gaplashganman. Bu Shahrizodada unaqa emas ekan. Uyda o'tirib Abyuzer ekansizda. shunaqa hozir gaplaringizdan kelib chiqib shunaqa fikrga keldim-da. Shunaqa. Qizlarni qaysi jihatiga chida olmaysiz? Mana shu rashq bo'lsa kerak. Rashk. Rashqmi? Qizlarda Yo'q, juda. u rashq Agarchi Sizni qizlar rashq qiladimi? Yo'q. Yo'q. Mana bitta narsa aytmoqchiman. Qizlar haqiqatan ham sevib qolsa, rashki juda ham kuchli bo'ladi deb eshitganman, lekin bunga guvoh bo'lmaganman-da. Ha, demak sizni hech kim sevmabdi. Bo'lishi mumkin. Yo'q, balki rashk yaxshi narsadir, hali bilmaysiz-ku. Rashq qilsa Ha, yoqar. bo'lishi ham mumkin. Endi uni oiladan keyin Me'yorida bo'lishi kerak. Mana sizga. Hozirgi O'zingizni tajribangizda. rashqingiz qanaqa? Men ham rashk qilaman. Qanaqa rashq Rashq qilasiz? qilmagan erkak kishiga Yo'q, jannat qani qilaman. nimadan rashq? Mana Avf deydigan joydan. Joyiga skletcha qo'yib, montaj avflarni olamiz, real hayotga qaytamiz. Xo'p. Mana turmushga qurdinglar. Bu misol uchun sinfdoshlari bilan ko'rishmoqchi bo'lar, balki dugonalari bilan, gapdoshlari bilan shunaqaga borishiga ruxsat berasizmi yoki yana конечно. hobbilari, zalga chiqisi Albatta, kelar? Albatta. Ota-onasinikiga borishda kimdan ruxsat so'rash kerak? Ota-onasinikiga borishdi. Bir og'iz aytib qo'ysa bo'ldi. Muammo yo'q. Onangizga aytish shart emasmi? Sizdan so'rash Yo'q, kerak. mendan so'raydi. Meni ayolim bo'lgandan keyin mendan so'raydi-ku. Yaxshi, yaxshi. O'g'il bola o'rtog'i bo'lishigacha qanaqa qaraysiz? Bunga ja unchalik emas. Bo'lmas. Ya, bo'lmaydi. Mayli, dugonalari bo'lsin, tanishlari, hamkasblari, ularni tushunaman. U o'zimda ham bor. Qarang, jahlingizni chiqarsa, aytganingizni qilmasa nima qilasiz? To'g'risini ayting. O'tirg'izib olib tushuntiraman. Gap bilan, a? Ha. Qanaqa tushuntiradi? Ya, tushuntiraman-da, qarang. O'tir. Ha, manimni O'tir. Narsangni aytganman. Shunaqa ko'rinishda bo'ladimi? Yo'q, hech unchalik emas, tushuntiraman. Spokойный, normalniy. Spokойnami? O'tiradi, o'tir deyman. Mana bunaqa bo'ladi. o'tirasiz? Albatta, Necha ikkalamiz soat o'tirib davom etadi gaplashib olamiz. tushuntirish ishlari? Ja, unaqa ko'p gapirishni o'zim ham yoqtirmayman. Charchaganman to'g'risi. Ko'p gapirishdan. Nechiga kirganlar? Buncha charchab, yosh, sitilgan, yosh, depressiyadagi juda bola. yosh, juda yosh. 23. 23. Lekin katta bolalardek fikrlar ekanda, charchoqlari shunaqa. Sizlar ham ko'p syomkada yurasizlar-ku. Mana endi o'shana. bitta loyiha qo'shildi sizlarga. Kelinlar yurishni qilmaydi, yurishni qilmaydi. to'xtovsiz gapirasizlar-ku, Men to'g'rimi? o'tiribman mana. Xo'p. Gapiryapman-ku. Valeriyanka To'xtovsiz gapirasizlar, syomkaga Magnium. borasizlar, reklama Vaqt qilasizlar. bo'ldi. U yerda ham gapirasizlar, to'g'rimi? Ko'p gapirasizlar. O'zingizlarga ham bir xil payt menimcha yoqmay ketsa kerak. Ko'p gapirishinglar. Ushbu rost ushbu zam. Nima bo'ldi? Men qarang, o'zimdan kelib chiqib gapiryapman. Bo'ldi, vaqt Ha. bo'ldi. Ya'ni uyda ko'p gapirmayman o'zi. Ha, Syomka da. paytlari faqat ko'p gapiraman deyapsiz. Shunaqa. Ko'p gapiribsiz. Da, shunaqa. Rahmat sizga.
Xo'p, endi keyingi ishtirokchimiz jiddiy deb yozib qo'ygan ekanman. Murodjon, marhamat. Yaxshimisiz? Mikrofoningiz bormi? Bor mikrofon. Qanchalik jiddiylashdingiz endi mana qizni kuzatib turibsiz-ku? Yo, jiddiylashish emas. O'zi kuzatib turma. Faqat birinchi navbatda e'tibor qaratadigan narsa fikrlash edi. Ha, yaxshimi? Yaxshi. Turmush qurishga tayyorman deb o'ylaysizmi o'zingiz? Menimcha ha. Mana misol siz tayyorsiz-a? Gap faqat Bu qizga qanday isbotlasangiz bo'ladi jiddiyligingizni? Jiddiyligimda Ya'ni munosabat yaxshi. Ha, munosabat jiddiyligi. O'zi yoqdimi? yo'qdi, aytdim-ku hali birinchi chiqqanimda aytdim-ku. Ha, to'g'ri. Madisini endi sevaman desa. Endi nima серьезный поступок kerak bizga, sabab. Sabab bularda ham o'sha xohlagan hayotlari xuddi bu ko'rsatuv yo boshqa narsa emas, xuddi men xohlagan yoqdi, rost men ekan. xohlagan hayotni xohlayotgan ekanlar. Ya'ni ya'ni qaysi ma'noda? Ya'ni qaysi ma'noda? Men o'zimda ayolimni ana shunday bo'lishini tasavvur qilganman. Niyat qilganman. Bo'ldi, unaqa jiddiy. Qarang, turmush qurganinglardan keyin sizlar alohida yashaysizlarmi yo ota-ona bilanmi? Ota-onam bilan yashayman. Yo, bular alohida yashaydi, ko'chib yashaydi-ku. Yo'q, bu u точно emas. U balki shunaqa bo'lishi mumkin. Asosiy baribir ota-ona bilan yashaysiz. Shunday Qaynona kelin urushib qolsa nima qilasiz? Yo'q. Kimni yonidan olasiz? O'rtada onamni yoki ayolim tarafiga emas, o'rtada munozara qilishga harakat qilamiz. Qanaqa qilib? Endi u vaziyatdan kelib chiqqan Mana holat, u uni ham qanday vaziyat? gapiryapti deb, mana xotining meni aytganim qiladi, tili qarich. Unaqa uyda o'tirib, chunki bu uyda o'tiradigan, ikkita ayol uyda o'tirsa, по-любому nimadir chiqadi. Даже eng yuvosh ayollar bo'lsa ham-da, onangiz ham, ayolingiz ham. Iloji yo'q-da. Ayolingiz menga tinchlik bermayapti, onangiz sizni rashk qilyapti, nimadir deyapti. Qanaqa ko'ndirasiz ularni? Nima qilasiz? Yana aytaman, hali bitta aka chiqqanda aytdilar, choponni yelkaga tashlab orqaga chiqib ketish kerak emas. Vaziyatdan kelib chiqqan holatda ish yuritish kerak. U har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Vaziyatdan kelib chiqqan holatda o'sha eng noto'g'ri yo'l o'sha orqaga kostyum yo choponni tashlab chiqib Siz ketish. o'tirib majlis qilasiz. Majlis emas, endi u Keyin gaplash. oxiri o'zlari chiqib ketadilar cho'ponga. Lekin birinchi majlis qoladi. Majlisda bunday ximchan olib, Endi voyennichasiga majlis qilasizda, rotopadiya. Родительskiy majlis o'tkazamiz, maktabda o'tkazganda o'zi. qo'l ko'tarishingiz mumkinmi ayol kishiga? Yo'q, hech qachon. Qayerdan bilasiz? Yashab ko'rmagansiz. Men 4 ta ayol kishini ichida katta bo'lganman. Ayol yomon bo'ladi. Ayol opa singillaringiz ko'pmi? Menda 3 ta opam bor. Turmushga chiqib Turmushga ketishgan? chiqib ketishgan. Xudoga shukr. Mana qizlardagi qaysi jihatni yomon ko'rasiz? Qizlarni qarz Ko'tara olmaysizda masalan. Ana shu ko'rsangiz g'ash To'shni bo'lmaydi bu degan. Bo'lmaydi, nima bu deysiz? Endi bilmadim uni. Bor, o'ylaganlarim bor, lekin Aytavering. yo'q, hozir endi aytisham no'g'ri narsalar bor. Nima ichadigan, Yo'q. Ha, nima? Yuradigan. Ya men hali Gap qaytaradiganmi? Gap qaytaradigan, u gap qaytarishni gacha olib bormaslik kerak avvalo. Yaxshi. Gap munosabatlar to'g'ri yo'nalishsa to'g'ri boshlash 23 kerak. yoshsiz, a? 23 yoshman. Yo'q, bo'lish kerak-ku, Yo'q. baribir savol Nima? javobsiz qolyapti. Qanday jihatlarda qiz bolani o'sha jahli chiqadi shunaqa qizlarni ko'rsangiz? Endi unisini bilmadim. Men Unaqa qizlar yo'qmi? Yo'q, bilmadim. Bo'ladi. Endi qaysi xarakterlar? Men unda jiddiy munosabatda bu ko'rmaganman unaqa darajadagi. Chegaradan Men qizlar bilan u darajadagi jiddiy chegaradan munosabatda o'tgan ko'rmagan. Mayli, to'ydan oldingi narsalar уже все. Допустим, turmush qurdinglar. Mana oyligingiz qanaqa распределяться qilinadi uyda? Kim oyingizga olib borib berasizmi? O'zingiz sarflaysizmi? Turmush qursangiz xotiningizga berasizmi? Qanday qiladilar? Onamga, xotinim, menga. Do'li chiqarasizmi hammaga? Qanaqa? O'zi aytsin, to'xtang, o'zlari aytsinlar. Men 6 yildan beri bo'lsa, 6 yildan beri ishlasam, hammasini o'zim taqsimlaganman, o'zim xohlaganimcha ishlatganman. U ota-onam mendan nimadir talab qilmagan, yo opalarim nimadir talab qilmagan. Mustaqilman. Ham bir oylikni o'ziga qarab qolish yoshligimdan menda yo'q. Boshqa ishlar qilib turaman. Bitta o'g'ilmisiz oilada? Bitta o'g'ilman oilada. Eng kenja farzandman, bitta o'g'ilman. Ona baribir hozir sizga bilinmas, baribir qizg'anishlari mumkin. Qanaqa qilib yetkazib berasiz shu o'zingiz? Adolatni ushollaysiz demoqchi. Adolatni ushlay olaman. Точно, Ushlay olaman, unda beraman. Uni isbotlashim o'sha paytda bo'ladi. Bo'ldi, rahmat sizga, kattakon qarsaginglar. Oxirgi ishtirokchimizni chaqiramiz. Aziz Karimov, marhamat Aziz aka. Qandaysiz? Ko'rdingizmi? Men siz olib qoldim.
Avvalambor sizga katta rahmat. Bag'ram, hammalaringizni hurmat qilaman. Juda ham chiroyli, go'zal qizlar va og'izlaringizdan nafaqat zahar, balki bol ham tomar ekan. Tak что yaxshi ish qilib boshqa gap aytmadi. Yo, nima deb o'ylaysiz siz? Yomon gapiraverasiz, yo'q? Ayol kishiga yomon Hozir gapirmang. yaxshi gapmidi? Zahar emas, bolam tomib turar ekandek. Ne, men boshqa ayollarga nisbatan deb aytmoqchiman-da. Sizlar hammalaringiz juda ham yaxshi insonsizlar. Yo, patxalyon ekan, a? Yo'q, Yolg'on gapir ekan, ya'ni bildirib yolg'on gapirar ekan. Yo'q, absolyutно unday emas. Hammalaringizni birdek hurmat qilaman. Hozircha. qayerda yashaysiz hozir? Hozir kvartira snimat qilaman-da Toshkentda. Toshkentda. Kvartira snimat qilasizmi? Ha, nima viloyatlikman-ku. Hop, bularga To'ydan keyin- uylansangiz, допустим, qayerda yashaysizlar? Kvartira snimat qilaman. Yo'q, 12dan emas, 12dan. Hozircha. Keyin uy olish niyatingiz bormi? Hozircha, albatta, men hozircha shuni taradduddaman, pul yig'ilyapti. Har holda. Taraddudidasiz. Da pul yig'ilyapti, endi Toshkentda Qancha qimmat. ajrashdingiz? Pakajlash turaylik, taraddud ko'rib Yo'q, olaylik. yo'q, bu ajrashishda umuman bunga aloqasi yo'q. Va hadeb yuzimga solib bermang. Yoqmayotgan ekan yuzingizga solaveraman. Mayli, bemalol. Ajrashgansiz. Mana shu yuragim jizam yetmadi shu gapingizga. Hop, Ya, nimaga ya, eriga ma'lum tegmagan qizga suvchilikka Qarang, kelyapsiz? nima uchun yo'q, boya shu gapingizni eshitib qoldim, birozgina xafa bo'ldim. Qarang, Xafa nima uchun? bo'lmang. Yo'q, nima uchun ajrashgan erkak turmushga chiqmagan qiz bilan qizga uylanish mumkin emas? Sabab? Nimaga ajrashgan Yo'q, erkak savolga- ajrashgan qizga uylanish kerak emas? Hech qanday to'siq yo'q bu yerda. Xohlasa buni qilsin, xohlasa bunga qilsin. Xohlasa bunga uylansin, xohlasa bunga. Balki sizni bitta ajrashgan qiz shunaqa o'tirib yoqtirib o'tirgandir hozir. Turmushga chiqmagan qizlar ham balki o'tirib yoqtirgandir, uni bilmaymiz-ku. Shans kimda yo'q? Hammada shans bor. Hammada xush kabi manda ham imkoniyat bor menimcha hozir. Dani moment. Yo, to'g'ri, sizga hech kim zapret qo'yayotgani yo'q. Просто shunaqa variantni ham ko'rishingiz maslahat. Yo'q, men hozircha bu variantni ko'rmoqchiman. 10 yosh raznica sizga Bu juda ham zo'r. Men sizga hozir sababini aytib beraman. hamma gapga Qarang. gap topib berishingizni qarang. Mana shunaqa sporlashib o'tirasizmi-ki? Kim bilan? Bular bilan turmush Nabarot, men o'zimni hayotiy tajribamdan kelib chiqqan holda Yo'l bu qizga yo'riq ham ko'rsatasiz. xato kelajakda xato qilmasligini birinchidan o'rgataman. Birinchidan. Ikkinchidan, qadriga yetasizmi? Albatta, Уже albatta. второй это шанс. как бы. конечно, boshimga ko'tarib beraman men uni. Men tushunmay qoldim, nima? Boshimga ko'tarib beraman deyapman. Qo'ysangizchi, agar boshingizni ko'tarib yurganingizda Agar siz qarang, agar nasib qilsa turmushga chiqsam menga, uyimizga mehmon bo'lib kelsangiz, eshikni ochgan paytda shu boshimda turmagan bo'lsa, keyin gapirsangiz mayli. Har safar yerni chiqarib menimcha bu inson jiddiy emas u. Men o'ylardim o'zimni Bu sizni bachkaladim. shaxsiy fikringiz. Shaxsiy fikrim. Mana shu shesi, nahotki. Nimaga o'zingizni juda ham soddaman deb yozgansiz? Nimada bu provokatsiya qiladi? Bu mana hozir sizlar bilan bo'lgan muloqotim, dialogimiz va meni javoblaringizga, sizlarning savollaringizga javob qaytarishim bu meni himoyaviy uslubim aslida. Birga bir Защитная реакция. Да, защитная реакция. Прекрасно владеете русским языком, я тоже владею, так что не надо. Ey, kellar, Так что не надо? To'xtanglar, hozir to'xtanglar. Bularga 3 minut bo'ldi. Sizga hozir 5 minutga shu anshitga chiqib turing. Oldingizda g'iybat qila olmaymiz-da. ko'p Maylimi? gapirib qo'yapsiz-da bizlarni. Azizga rahmat. Mana shu yerda turib turing, ho. O'rtoqlar, ikkinchi marta suhbatlashganimizdan Umurzoqov Xurshid va Hayot Choriyev, Murodjon bor bizda va Aziz Karimov. To'rtta. Ha. Nima deysiz? Men shular orasidan o'sha hozir Aziz aka bilan Aziz akadan oldingi chiqqan yigitga zaman. Sizlarchi? Murodjon bilan. Ikkita plyus bo'ldi sizga. Va Xurshid menimcha, yo'q. Xurshid? To'xtang, Xurshid. Yo'q. Yo'q. Xurshid. Navoiylik birinchi chiqqan yigit. Tak, sangachi? Menga bilmayman. Hech kim yoqmayapti. Yo, bitta ayt qayta. Yoqadigan odammi? Ani Kasim shunli brat ismi nima? Chiqarib yuboramiz. Yo'q, qolsin o'sha brat. Murodjonmi? Murodjon jiddiy Murodjon. ekan, fikrlari ham yo'qdi. Да, интересно. Azizakachi, Aziz akani chiqarib yuboramiz. Hozir bizada ikkita plyusdan bittasini tanlashimiz uchun bitta qarsak chalasizlar. Kim qolishiga chalinglar, ketishiga emas, xo'pmi? Birinchi Navoiylik bolamiz Umurzoqov Xurshidga qarsaginglar. Xo'p, yaxshi. Endi Aziz Karimovga. Kepkali, to'g'rimi?
To'xtanglar, shu qilganiga bosib o'raymi? Yo'q. Shuncha odam hozir qarg'a bu yoqdan chiqib ketishing bor Imona. Mayli. Kelinglar. Murodjon bilan Aziz Karimov, marhamat. Xushkepsizlar aka, yaxshimisiz? Lekin hozir mana 23 yosh yigitni oldida o'tiribsiz, 33 yoshligingiz bilinmayapti. To'g'rimi? Balki shapkasini yechsa bilinar. Man rostini aytsam, umuman bu shovni ishtirok etish uchun bugun chiqishini bilmaganim, просто men sochimni bugun olgandim, bularni oldida O'zi esdan soch chiqadi, to'g'rimi? Albatta. Bu emas, menga neudobno просто. Yarmi bor, yarmi yo'q emas. Da. Menimcha hayotda soch muhim emas u. O'shada. Erkak kishiga. Deylik siz sochi yo'q, kal bo'ldilar, puli ko'p bo'ladi. Hamma unisani erimi? Qarang, ertaga siz turmushga chiqsangiz, eringiz sochini olsa, siz ajrashib ketmaysiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, turmush qursam. Turmush qurishdan oldin-da. Yaxshi niyat. Bu savolni boshqalarga bering. Siz turmush qurgansiz, eringiz sochini olsa degan, sochingiz debman kechirasiz. Bu naborat bular erining sochini oladi. Ну вот, ajrashmaysiz-ku. Soch uchun ajrashmayman. Вот именно. Так что menimcha buni birinchi planga qo'yish juda ham xato. Qarang, hozir ajrashish haqida gap ketmayapti, uylanish haqida gap ketyapti, tushundingizmi? Tamam, men jimman. Gap. Xo'p, ikkita bir xilmish. Bitta savol beramiz, ikkalanglar ketma-ket javob beraverasizlar. Xo'p, birinchi savol. Ikkalanglar ham Toshkentda qolish niyatidamisizlar? Toshkentda qolamiz. Siz ham Toshkentda. Xo'p, qiz bola ishlashiga, pul topishiga qanaqa qaraysiz? Ishlashiga, pul topishiga qarshi emasman. U xohlasa ishlasin. Ishlasin. Xohlasa uyda o'tirsin. Sizda ham, Aziz aka? Ishlasin, uyda o'tirish shart emas. Chunki ham ko'p narsa bekorchilikdan kelib chiqadi ayol kishida. Ko'p narsa bekorchilik, zato ishlasa, ishdan charchab keladi. Menimcha Zamon o'zgarganini qaranglar. Agar u ishlab, siz ishlamasangiz ham normal. Yo'q, men unday qila olmayman. Hech bo'lmasa ko'chaga просто chiqib ketib kechqurun qaytib kelaman, hech bo'lmadi. Делайте вид, что работаешь. Да, я не буду дома просто так сидеть. Bo'ldi, xo'p. Yaxshi. Xo'p, endi bitta Shunday yoqmayapti shu bola. bitta savol beringlar. Siz qizlar men teskari fikrdaman, siz menga juda ham yoqyapsiz, rahmat. Siz o'zi qizni ko'rdingizmi? И чё, как? Очень красиво, симпатично. Я просто albatta hali o'g'izlardan bir gap Sizga yo'q desa, men, например, всё, menga yoqmadingiz desa, nima qilasiz? O'zi aytsin. Yo'q, bu teoretически. Sizga yo'q desa, sizni keyingi shagingiz, дальнейший shag nima qilasiz? Mayli, yo'q bo'lsa yo'q. tushunishim Harakat qilasizmi yoki bo'lsa? Albatta, qo'limdan kelsa. Endi bu narsa men bilan uni orasida bo'lgani yaxshi-yu. Sizlar bilishlari shart emas. Bu nima qilyapmiz bu yerda? Bitta savolim bor. Nima? Именно shu savolni menga beryapsizlar, xuddi meni lishni deb bunga bermayapsizlar. Mana shu Hozir yeringga. po очереди mikrofonni siz olgansiz-ku. Siz mikrofonni bersangiz javob beradi. Mana. Qarang, aka, siz uylangansiz-ku, hayotiy tajribangiz bor. Shuning uchun sizga beryapmiz. Bu bola bilmaydi, hali uylanib ajrashib ko'rmagan. Shu. Xo'p, siz ismingiz esimdan chiqib qoldi. Murodjon, siz qanaqa? Mana hozir aytsizlar, "Yo'q, Murod, to'g'ri biz bir-birimizga to'g'ri kelmadik." Deylik, qiz sizga yoqib qoldi. Qiz siz aytyapsiz, "Shov emas, hayotda ham yoqib qoldi." Boya ham aytdim, hozir ham aytaman. Bu yerda hayotda rostdan simpatiya bo'ldi. Hazillashmayman. Men bu yergacha kelaman deb o'ylamadim. Erta chiqqandan keyin ham topishga harakat qilib ko'raman. Men bu yergacha kelaman deb o'ylamadim. Final bosqichgacha kelaman deb o'ylamadingiz. O'ylamadim. Erta chiqqandan keyin ham topishga harakat qilib ko'raman. Yo'q desa ham. Yaxshi. Unda davay qiynaymiz bularni. Sizda savol tayyormi? Endi final bosqichda qizimiz ham savol bersalar bo'ladi. Agar savolingiz bo'lsa, ikkalariga bir xil. Ko'ngli kimda? Shuni aytsin, tamom. Aziz aka bilan zerikmaysiz. Men bilan zerikmaysiz. Lekin qorningiz och bo'ladi. Yo'q. Uyingiz yo'q bo'ladi. Qarang. Uysiz bo'lasiz. Avvalambor anketa aytmoqchilik oliy ma'lumotli kerak. Meniki xudo xolisa tugallamagan oliy. Уже zaochniy ketyapti, xudo xolisa tugaydi, o'qituvchi. Sizda-chi tugallangan-a? Men просто ziyoli bola, o'qigan bola. Aka ko'rib turibmi bola? Ana shunday. Men tushunishim bo'yicha menga ikkita nima qarshi? Yo'q, men qarshi emasman. Men чувство yumorasi bor. Insonlarni juda ham hurmat qilaman. Agar o'ta bo'lsa yomon hurmat qilmasa, buni ham balki orzu havaslari bordir degan maqsadda. Agar eri shirin ovqat pishirib berishni xohlasa, o'zi bilan.
oyingizlar qarshi bo'lsalar bu qizga nima deyman? Mani hayotimga onam uchun asosiysi mani baxtim. Yo, onasini men qarshilik qilish mumkin. Bu oshxonada 3 kishi ovqat qila olmaydi. Yo sen, yo men, yo u deydi. Hop, Tushunapsizmi? Imoni nervni qilmang, nervni qilmang. Asabiylashmang, asab to'rlar tishkilamaydi. Mana, Murod, Murodjon gapiring. sizdachi, agar oyingizlar qarshi chiqsalar, bu qiz bo'lmaydi, menga yoqmadi, vidushi ekan desalar. Nima qilasiz? Men shu kungacha tanlagan yo'limda har doim otam ham, onam ham hurmat qilib kelgan. Bitta o'g'ilni Toshkent shahariga shunday bemalol jo'natib qo'yish, hamma ota-ona ham jo'natib Lekin qo'ymaydi. qizga berib qo'yish bu boshqa temada. Bu jiddiy hayot yo'li. Qizga berib qo'yish jiddiy tema, lekin ota-onam ham qaraydi. Kim u qiz? Ha? Lekin har doim meni fikrimda Oxiri sizni hurmat qilib fikringizda kelishgan. qolishadi. Ha, hurmat qilib Demak, kelishgan. sizni oilada o'zingizni yayingiz bor. Bor. Yaxshi, sizdan bitta savol eshitaylik. Bespощадно Shu bering. paytgacha baribir bitta savol tiqilib kelgan, chiqib ketaman Savol deb. bering, ovoz deb eshitaylik birinchi. Juda kam gap ko'nglimdagidek qiz ekansizda, shunga. Ikkovlariga bitta savol. Ha, bitta savol bering, ikkovlari javob beradilar. Bularga savol bermoqchi emasdim o'zi. Hayot va xayol yo'llari. Yo, bitta savol bering, ikkalasi javob beradi. O'zim men qaynota bilan yashash niyatida emasman. Oilada mabodo, lekin qarshi ham emasman, o'zi xohlayman o'zim alohida yashashni, chunki bitta uyda bitta beka bo'lgani yaxshi. Juda ham qaysarman. Ota-onam boshqa bir o'qishga kiritishgan, uni tashlab boshqa bir universitetga o'zim xohlaganimga kirganman. Ya'ni jurnalistikani tanlaganman. O'zim aytganimni qilaman. Ota-onam oxir-oqibat ularnikiga kirmayman-da, menikiga ko'nishadi. Keyinchalik bu xarakterim o'zgarmaydi demoqchiman. Men erkinman, mabodo Alohida yashash xohlab qolsam, shu Aytsinda oxirigacha nima? men Aytyapti-ku. Murodga qarab prosta aytyaptilar, men ovozini Murodjonga. eshitmoqchisiz, azdaki. va keyin Ovozga mahliyo bo'laman prosta. Gapirib olsin qiz, gapirib olsin. uyda o'tiraman deganda faqatgina uyda ertalabdan kechgacha yerimni topganini yeb yotaman demoqchi emasdim. Ovqatdan pishirib To'g'ri turasiz, tushunishdi. Ovqatdan bilaman. Agar xohlasam pishiraman, xohlamasam pishirmayman. Ya'ni biznes qilib erkin grafikda yashamoqchiman. Erkin, menga kimdir tazyiq o'tkazishi shart emas. Meni gap so'zimni, men xohlayotgan xohishlarimni hurmat qilinishini, Shaxsiy chegaralaringiz bor bo'lishini ekan. xohlayman. Shunaqa qiz kerakmi sizga? Chunki shu paytgacha men hech kimdan, yigit kishidan, erkak kishidan yo'q degan gapni eshitmaganman. Na dadamdan, na akamdan, hech kimdan yo'q degan gap Bitta eshitmaganman. qizmisiz? Yo'q, opam bor. Qizlarni bundoq erkalab katta qilish. shunaqa. Yo'q, Yo'q, sizlarga qattiq yomon gap ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin boshidan aytyapti-da, to'ydan keyin chiqib kelmayapti-da, to'g'ri. Qarangda, yo'q degan javobni eshitmaganman deysiz. Deylik, bozorga borgan paytingiz bir narxga berilsa, yo'q deb aytsa, nima degansiz shu payt? Jiddiy gapirgan gapimni hazil javob aytyapti. Jiddiy bo'ldi, tushundim, bo'ldi. Xo'p. Murodjon, siz anaqa Savol- javobingiz javob juda ham qiziq. Juda muhim. Решающий moment. Endi nima deysiz Murodjon? Endi nima deysiz? Endi javob beraman. Javob bering. Bular aytyapti, men alohida yashashim mumkin, balkim qaynota-qaynona bilan yashashim mumkin deyapti. Yo'q. Yo, balkim dedi, umuman Qaynonani qanaqaligiga qarab, yaxshisi bor, yomoni bor. Men- Kelini qizidek men ko'radigani aynan bor, mana shu narsaga- dushman ko'radigani bor, o'g'lini rashk qilib. Shunaqa. Ha, men aynan mana shu narsaga to'xtalmoqchi edim o'zi. Chunki men onam bilan yoki otam bilan yashagan bironta kelin u xoh siz bo'ling, xoh boshqa erta boshqa ayolim bo'lsin, hech qachon alohida yashashni orzu qilmaydi. O'zini qizidek, o'zini farzandidek. 3 ta opam ham erkin o'sgan, men ham erkin o'sganman. Ertaga kelinni ham qizdek ko'radi. Kuyovlarni o'g'ildek ko'radi. Mabodosigachi. Mabodosiga hayot ko'rsatadi. Demak, Lekinchi bitta narsa bor. Siz opa turmushga chiqqansiz. Yo'q, eshityapman. Mahliyo bo'lib. Yo'q, mahliyo bo'lmayapman. Menga qiziqdi. Bu bola bu boshqacha anaqa bilan qaryapti. Bunda shartda o'zini usloviyalarini qo'ydi. O'sha eshityapman. Vaziyatda qanaqa chiqarib? Men o'sha tasavvur qilyapman bularni yashashini. Misol uchun bu xizmat, misol uchun ota-ona bor o'tdi, ovqat qilish kerak. Misol uchun kerak bo'lsa aytishi mumkin, har kuni ovqat qilib qo'y deyishi mumkin.
bo'yatadi, xohlamasam qilmasligim Yo'q, ham mumkin. lekin bitta narsa bor, qiz bola gapiraveradi bilsangiz, agar rostdan qalbdan yaxshi ko'rib qolsa qiz bola hech narsaga qaramaydi o'zi aslida. Ya'ni o'sha gelik so'rayotgan qizlar ham o'zi agar rostdan sevib qolsa, kattarog'ini so'raydi. Mandagi qiz bo'lsa, qilgisi kelmasa rostdan qilmaydi. Alohida chiqmoqchi bo'lsa, chiqadi. Ha, lekin shunaqa, lekin shunisi ham bor. O'shanga bularda bitta narsa bor. Agar chin dildan bir-birligiga ko'ngil qo'yishsa, bir-biriga kompromissga kelishi mumkin. Mumkin. Chunki hamma narsa zo'r bo'lsa ham bo'lmaydi. Bitta savol beraman ikkalalaringizga. Munosabatlar to'xtatilishi uchun 3 ta sabab sanab beringlar. Xoh er-xotinda, xoh yigit-qizda farqi yo'q. Men sizga bunaqa savollarga qanaqa o'rgataman. Siz ajrashgansiz-ku 3 ta sabab aniq borda, 20 ta sabab borda. Rahmat, yaraga tusib bering. Qarang. Birinchisi xiyonat menimcha. Aha. Да. Bu обязательно. Bu hamma ayolni xiyonati или erkakni xiyonati farqi yo'q. Xiyonat. Yaxshi. O'zingiz xiyonat qilsangiz ham salomat deb ketaveradi. Yo, ajrashyapmiz. Nimaga desa xiyonat qilib qo'ydim men. Men avvalambor aytmayman. Qarang. Ikkinchidan bilmaydi. Yo, vijdonim toza, men u ishni qila olmayman hech qachon. Xiyonat. Xiyonat. Keyin ikkinchisi yo'q, menimcha boshqa sabab bo'lmasligi. Yo'q, eng asosiysi xiyonat. Ota-onani hurmat qilish asosiysi-da. Nafaqat xotinni hurmat qilishi, o'zini qaynota-qaynasi, balki erning ham xuddi shunaqa hurmat qilish. Da. Ikki tomonlama. Xo'p, 3-sabab. O'sha ajrashishga uchinchi sababmi? Farzandsizlik. Farzandsizlik. Da. Farzand bo'lmasa ajrashadi, xohlaydimi? Chunki menimcha jamiyat shuniga majbur qiladi. Yo'q, jamiyat emas. Agar shunday bo'lib qolsa-da, shaxsan meni fikrim shunday. Agar er-xotinning o'rtasida farzand bo'lmasa, ma'lum muddat, 10 yilmi, 15 yilmi, prosta buni to'g'ri qabul qilish kerak bir-biri и bir-biriga boshqa imkoniyat berish kerak. Чтобы boshqa inson bilan balki yaxshi ko'rsa hammi? Ha? Yaxshi ko'rsa hammi? Bu meni shaxsiy fikrim. Endi shaxsiy fikrlar. Sizni shaxsiy fikringiz borku? Hammani o'zining shaxsiy fikri bor. Muroddan ham eshitaylik. Da, Murod, endi siz boshqacharoq javob bering. Ko'p gapirdilar. Главное вовремя остановиться deydi. Siz akani qamalib chiqqan bo'lamasiz. Gapirasizmi? Gapiraman. Ajrashishga 3 ta sabab. 3 ta sabab. Ajrashishga 3 ta sabab. Endi bilmadim buni qanday. Er-xotin deb o'ylamang, er-xotin yo munosabatlar. Yo men endi munosabatlarni tasavvur qila olmayman, chunki munosabatlarda har kuni ertalab yaxshi bo'lsa, kechqurun urushadi. Kechqurun yaxshi bo'lsa, ertalab urushadi. U munosabatlar har doim kursdosh o'g'li bilan ko'rib qolishi mumkin, hamkasb o'g'li bilan ko'rib qolishi mumkin. Agar oila qurmasdan munosabat o'zida bo'lsa, to'xtatilishiga nima sabab bo'ladi? Yo'q, men u to'xtatilishiga, qiz yigit bo'lib to'xtatilishiga to'xtala olmayman. Men faqat niyat qilgan, o'ylagan narsam haqiqatdan bekorga aytmaydi. Sevgi to'ydan keyin bo'ladi deb. To'ydan keyingi sevgi oila haqida, ajralish haqida aytadigan bo'lsam agar, erkak bekorga oila boshi emassa, erkak o'sha ota-onani qanday hurmat qilish kerakligini xotiniga aytmasdan, aynan o'sha xotiniga sen onamni mana shunaqa hurmat qilgin, mana shunaqa hurmat qilgin demasdan, o'shanaqa hurmat qilib qo'yib. Bu falsafiy gap emas, bu bor gap. O'shanaqa xursand qilib qo'yib, o'shanaqa hurmat qilib qo'yib, uni ota-onasini ham o'shanaqa hurmat qilib qo'yib, o'sha inson bo'lgandan keyin menimcha unaqa ota-onaga sapchishlar, qaynota-qaynonani hurmatsizlik yo'lga qo'yishlar menimcha bo'lmaydi. Yo, sabab ajrashish niyatingiz yo'q. Yo'q. Xiyonat ham sabab emas. Yo'q, xiyonat. Qarang, mana xiyonatgacha Yo'q, bitta shu xiyonat bo'lsa ajrashasiz. Yo'q, qarangda aka, ideal emas-a, yo'q, gap ideallikda emas-a. Men o'zim men hali oila qurmaganman. Men qanday hayot kechirish kerakligini faqat tasavvurlarimda o'ylaganman. Xiyonatga ham olib bormayman demoqchilar. O'sha xiyonatgacha olib bormaslik, menimcha xiyonatdan keyin albatta nimadir o'zgarishlar bo'lishi bu aniq. Bu insonda ayollarni bilmam, erkakning fitratida bor bu xiyonat kechirmasligi. Men savolim bor ikkalangizga ham. Erkak kishi eshikdan chiqib ketgandan keyin 7 qadamdan keyin bo'ydoq hisoblanadi. Fikringlar shu gapga qanaqa qaraysizlar? To'g'rimi, noto'g'rimi?
To'g'risini aytinglar. Bilmadim hozir men uylanmagan. Aytavringlar ochiqchasiga. Hozir aytib turuvdingiz-ku. Bu degani uylanganingizdan keyin o'sha qizlarga qarash tiyiladimi yoki to'ydan keyin Ishi bo'lmasin. Eplasa yursinmi? uyda Eplasa o'tirsa yursinmi? bo'ldi. Tashqariga chiqsam yana o'sha murod bo'laveraman deganmi? Qanaqa? Yo, men qanday bo'lsam o'sha holatimcha qolaman. Men nima uchun uylanmoqchiman? Hali yoshman to'g'risi, hali men o'rtoqlarim uylangan yo'q. Lekin men uylanmoqchiman, oila qurmoqchiman. Sabab uyga borishga hali aytgandek birinchi chiqqan imon opa aytdi. Uyga borishga bitta sabab, ha? Deyarli yakshanba kuni ham uyda emasmiz. Nimaga boraman? Sabab yo'q. Ota-onam viloyatda hozir. Yo, uyga kirish haqida emas, hozir chiqish haqida gapiryapmiz. Yo, tashqarida o'zimni boshimdan oshib yotgan ishlarim bor. U narsaga vaqt ajratish. Hali bir marta munosabatda bo'lib ko'rganman, lekin yaxshi ta'sir qilmagan bu munosabatlar. Yaxshi. Menimcha yetarli o'rtoqlar. Menda variant aniq. Sizlarda Meni fikrim qiziq emas, tushundim. Davay. Aka ko'rib turibsiz, siz birinchi javob berdingiz-ku, shunga Yo'q, men javob bo'ldi. Asosiysi qizni qalbi nima desa, men ishaz demayman boshqa. Men bo'lsa bir narsani aytmoqchiman. Og'zi bir marta kuygan, qatiqni puflab ichadi. Yaxshi. Так что Xiyonat qilmaysiz. bu million foiz. O'tirsam ham tursam xayolimda faqat xotinim bo'ladi mening. Yomon tutib olganmilar deymanda, keyin undan oldin keyin. Yo, endi undan oldingi siz bilmaysiz-ku nima bo'lganini. Shu so'rayapman. Da, yo'q, unday bilmagan. Nimadan kuygansiz unda? Shu ota sababdan yo'q, men oilam o'xsham, hayotim o'xshamagandan kuyganman. Bo'ldi shu. Imona sanda variant bormi? Sizlarda variant tayyor gapingiz. Yo'q, menda Hozir endi variant yo'q. Men ko'rib, kuzatib o'tiribman. Gap yo'q fikrlariga. Kelinglar, u qiz bola hal qilsin bu ishni. Sizchi Sevara opa? Endi men shu proyektdan tashqari rostdan ham men bu qizni yoqtirib harakat qilaman deganiga Murodjon deb o'ylayapman. Ikkalasi agar bularga yoqsa. To'g'risini aytsam, Murod ko'proq to'g'ri kelgandek tuyuldi. Bu lekin bizning fikrimiz. Qattan bu ko'rsatuvga chiqdim deb yurmang, ketingizdan yursa. Shahrizoda to'yga aytinglar, ha? To'yga aytinglar, ha. Bu hali to'y bo'ladi, sizlar uchrashdinglar degani emas, shunchaki shu ikkita variantdan bittasini qoldirishga qaysi deb o'ylaysiz? Ili umuman qoldirmasalar ham bo'ladi. Yo'q, bitta odam qoldiramiz va uchrashuv yana bir marta bo'ladimi, yo'qmi degan savolga javob. Keyin bo'ladi. Qalbi singanni nima qilishmi, yarasini tiklashmi qanaqadir yoki boshqa yangitdan men bu yerda hozir o'zimni himoya qilyapman. Sizlar uchalaringiz bu variantni qilibsizlar, men o'zimni himoya qilyapman. Azzaga qarang. Siz ko'proq akadek ko'ryapman shu qizga. Yo'l yo'riq ko'rsatadigan. Siz ko'ryapsiz, balki bu erdek ko'rayotgandir. Kechiring Aziz aka. Kechirmayman. Qizimiz ham ozgina menga shipshitib, to'g'ri gap aytdimmi? Hozir Sho'ringlab so'ringlar qo'ydilar ozgina. O'shanga hali sizni kutib qolamiz ko'rsatuvlarimizda. Aziz aka Karimov, qarsak chalib qo'yinglar. Aziz aka. Qattiqroq chalib qo'yaylik. Hayajonli daqiqalar. Men cho'taman xursand bo'lib ketyapman. Nimaga to'y bo'layotganda? Yo'q, bu safar nimagadir e'tibor beringlar. Rostdan bir-biriga mosdek tuyulyapti. Sizlarga mosdek tuyulyapti, jiddiy bular, haqiqatan. Endi Murod, kechirasiz, men Murod desam maylimi? Mana shu kartochkani qo'lingizga oling. Siz ham Shahrizoda kartochkani qo'lingizga oling. Bitta tarafida ha, bitta tarafida yo'q deb yozilgan. 7 ta kandidat ichidan biz 3 qizlar eng mosroq variantni tanlab berdik, lekin bular uchrashib ko'radimi yoki yo'qmi, o'zlari hal qilishadi. Endi jiddiy eshitinglar, Murod, Shahrizoda, agar ikkita kartochkadan ikkalasi ham ha bo'lsa, sizlar uchrashuvga chiqasizlar va bu uchrashuv summasini biz to'lab beramiz. Xohlang u kinoda bo'lsin, xohlang kafeda bo'lsin, farqi yo'q. Uchrashuv pulini biz to'lab beramiz. Agar ikkala tomonda ham yo'q degan kartochka ko'tarilsa, pul bu shu ishda go'zallada qoladi. Unda qaranglar yo'q deng. Agar bir tomon ha deb, bir tomon eshitinglar bu joy diqqatli. Agar bir tomon ha deb, bir tomon yo'q deydigan bo'lsa, yo'q degan insonga pulni hammasini berib yuboramiz.
Shunaqa joyi ham bor. Bu yerda sinovli, e'tibor beringlar. Xo'p, 1 2 3 deganda birdan ko'tarish bo'lsin. Xo'pmi? To'xtanglar, men sanayman. Hayajonlidan turmasam bo'lmaydi. Faqat diqqat bilan o'ylab javob bering. Darrov yo'q demang. Bola normalniy. Diqqat! Siz ham 2 Murod. yosh baxtli bo'lib ketishi mumkin. Hozir shu onda 3 gacha sanayman va kartochkalarni ko'taramiz. 3 deganda bitada, xo'pmi? Yo'q. Ha. 1 Tayyormisizlar? To'xta so'rab olay. Tayyorsiz, aniq javobingiz. Tayyorman. Tayyorsiz, Murod? Aniq javobingiz. 1 2 3 Voy. Voy. Men xafaman. Men ham xafaman. Balki oxirgi gapim chalg'itgandir. Yo'q degan insonga pul qoladi deganim. Bekor aytding-da. Yoqmadimi? Bu yana ikkita qiz bor yana. Endi qiz bola ham darrov o'lib turgandek ha demaydi-ku. Yo'q deganidir. aniqlik kiritib ketmoqchiman. Murodjon harakat qiling deganidir. Mayli, Shahrizoda Bu shouda nima demoqchisiz? aytolmayman Gapiringchi. degan. Nimaga yo'q deganimga aniqlik kiritib o'tib ketmoqchiman. Boya aytdilar, 3 marta chiqdilar deyman. Qaytarib aytaman, jiddiy dedilar. O'sha jiddiyliklarni ko'rmoqchi bo'lib yo'q dedim. Ali aytdim-ku. Qarsaklar. Sinamoqchi. Yaxshi. Yomon emas. Zo'r javob. Bo'lmasa, bularni hayotlar. Dabivatsa qiling Murodjon. Ha. Hayotinglarni o'zinglar hal qilib olasizlar endi bu yog'i. Rahmat hammaga. Murod, sizga kattakon rahmat. Shu yergacha kelganingiz bilan tabriklayman. Sizni ham bu ko'ngilochar ko'rsatuv jiddiy qabul qilib yubormanglar. Hammaga kelganinglar uchun, ishtirokinglar uchun. Yo, bular jiddiy lekin. Mayli, u yog'ini o'zinglar hal qilasizlar. Kattakon rahmat. Hammaga Keyingi rahmat. shoularda kutib qolamiz. Yoqdimi?